1 sotiga 20 ming dollardan Toshkent shahridan zo'r joydan men 2 sotik yer topib qo'ydim. Ko'ryapsizlar, vodniy domlari, ko'chalari asfalt. Aynan shu ko'chada 50 metr ham kirmaymiz. 2 sotik yer maydoni bor. Ketdik. Aynan shotgacha kelganingizdan keyin sizni chegarangiz boshlanadi. Bu qo'shnining uyi. Mana shu joydan salkam 10 metr, ichkarisi sal kengroq. Maza qilib yashash uchun zo'r joy, qo'ni-qo'shnilar bor. Faqatgina shu joyda 2 sotik yer qolgan ekan. Kelinglar. Xo'p, kirishimiz bilan kattagina maydon, xullas quruq yer. Quruq yer qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Vodniyda Bektemir tumani Majnuntol mahallasida 2 sotik quruq yer, 1 sotik 20 ming dollardan yana kelishtirib berishadi. Videoning tagida egalari nomeri YouTube kanalimizda to'liq arzor qilganman. Ko'chalarning boshidan kirib kelib, ko'p ma'lumotlarni berganman. YouTubedan to'lig'ini ko'rsanglar bo'ladi. Uy-joy so'ragan, yer so'ragan, vodniydan joy so'raganlarga tez shu videoni jo'natib qo'yinglar. Kimlargadir manfaatli bo'lib xarid qilsa, siz ham savobga qolasiz, men ham va sotuvchilarga ham pul zararlagan ishligi bitib ketadi. Demak, keyingi boshpanlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.